Yurtdoshlar, nasib etsa 5-mayga Moskvadan metro Kotelnikadan O'zbekistonga, Qashqadaryo, Qarshi, Kosongacha boramiz. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa 5-chisloga metro Kotelnikadan kechki payt soat 7 ga jo'naymiz. 3 ta odamimiz bor. Yana nechta odam bo'lishidan qat'iy nazar chiqib ketamiz. 7000 rubl. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa 50 kilo 60 kilo yuk bo'lsa ham olib ketaveramiz, farqi yo'q. Biz posrednik, ismim Jahongir. Bemalol telefonlashib, WhatsApp orqali ko'rishib gaplashsalaringiz ham bo'ladi. Mana shuni ko'rsatib qo'yaman, mikroavtobus. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa bemalol telefonni qilsalaringiz bo'ladi. 8965 212 98 84.